Bu qitimqi ana til darsimizda men bolalarga nayt ahamiyatli bir tema Uyg'ur non madaniyatini, uning orqasidagi tarix, urf-odat va qimmat qarashlarni tushuntirishga tirishdim. Non bizning faqat kundalik yemakligimiz emas, balki yana milliy madaniyatimizning va milliy turmush tajribamizning muhim bir qismi ekanligini, har bir nonning orqasida ajdodlarimizning aqli, oila mehr-muhabbati va milliy ruhimizning yashaydiganligini tushuntirdim. Qaranglar bolalarım, boy biz birga o'qib o'tgan materialda nonning tarixi 2000 yildan turlari bir necha yuz xildan oshidi debdi va non tonur madaniyati bilan bevosita munosabatlik. Tonur vatandagi Uyg'ur rayonlarida aytib ko'p edi. Undan boshqa yana Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan O'rta Osiyo rayonlariga mu keng tarqalgan. Andan materiallarda Qumul, Turpan, Charchan, Niya, Sampol qatorliq joylardagi qadimgi qabristonliklardan buningdan 2-3 ming yil burungi davrlarga tava nonning pochilari tepilganligi tilga ilingan ekan. Ya'ni ashunga o'xshash ba'zi arxeologik qizilma materiallarga asoslangandimi Uyg'urlarning qadimgi non madaniyatining, non tijoratining hozirgi taraqqiyot nuqtasidan qaraganda millatimizning nayt burunla non iste'mol qilganligi, ya'ni non madaniyatimizning tarixining nayt uzun ekanligini ko'rib olamiz. Hammamiz bilamiz, kundalik turmushimizda to'y to'kun, o'lim yetim ishlarida, mehmondorchilikda, safarlarda yoki yo'l yurishlarda biz nondan ayrilmaymiz. Non Uyg'urlarning kunlik turmushining eng asosli gavdasiga aylanadi. Ben bugün öğününü pişirmem. Assalamu alaikum dostlar, benim ismim Anisa. Ben bugün tokaç nonni pişirmem. Bugün ben zorla pişirmem. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kulum Ömer, Fatim anamızın kızı. Selam dostlar, ben bugün gördüğümü yasayman. Göğüş katlamlarını koyman. Darsxonamizga chiroyli dasturxon soldik. Meva-chevalarimizni tizib, issiq chiyimiz bilan pishirib kelgan nonlarimizga eg'iz tegdik. Sinfimiz haqiqatan bir illiq uyga o'xshagan edi. Balla bir-birining nonlarini almashtirib tetig'ash, non pishirish jarayonidagi o'zlari eng qiziqqan yoki qiynalgan yerlar to'g'riliq o'rtoqlashdi. Ya'ni xamirning qo'lga chaplashib qolganligi, nonni takshi qilib rostlash, nefis qilinligini yoki shaklini o'lchamlik chiqarish, nonni ambaldan lisqa chiroyli beti yetkib olish qatorliq joylar ballalarimizning qiynalgan yerlari bo'lsa, xurishlarni tangshash, xamir yo'g'irish, nonning ustiga chakish bilan gul chiqarish, chaylash, ustiga kunjut chechish va sut yoki tuxum seriqlarini surkash jarayonlari ko'ngilli yala bo'pti. Bo'libmi, o'z qo'li bilan pishirgan nonlarning o'xshab pishib chiqqanligini ko'rish hamma bolalar uchun eng chong xo'shallik bo'pti. Bu suhbatlar orqali biz urf-odatlarimizni qadrlash va madaniyatimizni davomlashtirishning qimmatini yana bir qatam his qildik. Mening alohida tilga olganim bu faoliyat darsimizning muvaffaqiyatida ota-onalarning qo'llashi va ularning mehr-muhabbati muhim rol o'ynadi. Chunki ular non pishirishga yordam qilib qolmasdan ona tilimizni amaliy dars orqali oilada farzandlarga o'rgatdi. Madaniyatimizni avloddan avlodga yetkazish yo'lida o'zlarining mas'uliyatini namoyon qildi. Ko'p qoldi ya. Mınak besip, mınak mal şekilde çıkan. Güldek çıkağa yerine mi? Yaklaşkandan burun suyuqroq vaqtda qo'lim bilan aralashtirayotgan vaqtda qo'limga bek chaplashdi. Pishirish jarayonida qiziqarli his qilgan yerlaring bormi? Hemini yugurish, qiziqarli tuyuldi. Zirem qarmishlik. Anki naklinasını işte adımızın böyle Çakış. Zlala mı çakışsa yani yaxşı görüp. Aykıtsızcı? Evet. Anca da sayılayım. Siz için de kıyılıp yatayala yok. Hemen kızıkalı tezgisiz de kızın. Yaxşı. Bugün biz nait ehemmiyetli bir ders kıldık. Bu umaqballarımız her xil nonlarni ailəsinin yardım bilan uyda pishirib, sinf akalli o'zaro almashtirib tetidik. Bek hazırlandık ha?
Bu faqat bir oddiy non pishirishlar emas, bizning Uyg'ur madaniyatimizni, o'zligimizni, kimligimizni davomlashtirayotganligimizni ifodasi. Bu orqali biz o'z anglab qo'l silish orqali madaniyatimizni texnik yaqinlashtirganlar. Shundaymi maqollarım? Şundan. Sizlardan pek faxrlandim. Biz nonlarımızı anlaştırıp titip birbirimizin emgekini kadirleşine öğrendik. Non bizning uyimizda faqat yemekler emas, balki mehri, muhabbetining ifodasi. Fəaliyyət faqat yemək yasashla emas, balki kimligimizni qo'g'dashni o'rgatdi. Her bir nonning shakli, ta'mi va yasalishida madaniyatimizning izi bor. Men bu nonni oilamdan birlikda pishirdim. Bunun jarayonida nonning qanday qimmatligini his qildim. Men o'z qo'lim bilan non yasash orqali o'z madaniyatimga to'g'ri yaqinlashdim. Biz nonni faqat yemək sifatida emas, balki madaniyatimizning bir shakli sifatida tushunishga boshlabdi. Dil ve medeniyetini sağlaş yolunda adli işler bilen başlandı.